Chevrolet Lacetti 2026 haqida bugungi videomizda batafsil gaplashamiz. Bu model ko'p yillardan beri ishonchliligi, qulayligi va oddiyligi bilan tanilgan. 2026 yilgi talqini esa zamonaviy ko'rinish, yangi texnologiyalar va yaxshilangan harakat xususiyatlari bilan e'tibor tortadi. Kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan ushbu transport vositasi haydovchilar uchun qulaylik va samaradorlikni birlashtirishga harakat qiladi. Avvalo tashqi ko'rinish haqida gaplashsak. 2026 yilgi versiya yanada zamonaviy va silliq chiziqlarga ega. Old qismida keng panjara, zamonaviy farlar va aerodinamik shakl ko'zni tortadi. Yon tomondan qaraganda esa uzun va muvozanatli siluet ko'rinadi. Bu nafaqat chiroyli ko'rinish beradi, balki shamol qarshiligini kamaytirishga ham yordam beradi. Orqa qismi ham sodda, lekin zamonaviy uslubda ishlangan bo'lib, kundalik hayotga mos dizaynni namoyish qiladi. Ichki qismiga o'tsak, bu yerda qulaylik va amaliyot birinchi o'rinda turadi. O'rindiqlar yumshoq va uzoq safarlar uchun mos. Salon keng bo'lib, old va orqa qator yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. Materiallar oddiy, ammo sifatli bo'lib, uzoq muddat foydalanishga mos. Boshqaruv elementlari ham sodda joylashtirilgan, shuning uchun yangi haydovchilar ham tezda moslasha oladi. Texnologiya borasida ham 2026 yilgi talqin ancha yangilangan. Markaziy displey orqali musiqa, navigatsiya va boshqa funksiyalarni boshqarish mumkin. Smartfon ulanishi, Bluetooth va USBportlari haydovchi va yo'lovchilarga qulaylik yaratadi. Shuningdek, xavfsizlik tizimlari ham yaxshilangan. Tormoz yordamchilari, barqarorlikni nazorat qilish tizimi va boshqa elektron yordamchilar harakat paytida xavfsizlikni oshiradi. Amaliy jihatdan bu model kundalik foydalanish uchun juda mos. Bagaj qismi keng bo'lib, oilaviy safarlar yoki xaridlar uchun yetarli joy taqdim etadi. Yonilg'i sarfi ham nisbatan tejamkor, bu esa uzoq muddat foydalanishda iqtisodiy foyda beradi. Shahar ichida ham, uzoq yo'llarda ham o'zini yaxshi ko'rsatadi.